Shahar Frunskiga kelganman. Frunskida Delfinni chorrahasini ko'pchilik biladi, o'na. Bag'dadskiy bansiga kirib ketish. Bag'da pub bor, 4-maktab bor. Juda ham lokatsiya zo'r bo'lgan joyda. 35 ming dollarga patkulish Novostroyga dom chiqib qoldi. Hozir kirib ko'rsataman. Shoshilmasdan ko'ring, maza qilaverasiz uyni ko'rib. Uyimiz 4-qavatda joylashgan, lift 100% ishlaydi. Podyezdning kattaligini qarang. Mazza, bolalarga kalaskalar qo'yib qo'yishgan. Qarang, kattagina podyezd. Peshko'mamsiz ham zo'r, 4-qavatda patkulish. Birov hali yashamagan, eshiklardan qarang, qimmatdan qo'yilgan. Ko'p Novostroyga domlarda bilsalaring parket bo'ladi, ya'ni zak chiqadi. Bu yerga pol qoqilgan, qimmat sasna pol qoqilgan, qarang. Kraskalar ham qo'yilgan. Kirishimizga chap qo'limizda kuxnyasi, balkoni bilan billa. Tayyor. Bu yerda двухконтурный котел bor. Двухконтурный котел, sensorli vitishga qo'yilgan, rakvina zo'ridan qo'yilgan, balkoni bor. Chiqib, mana bu yerda ochib qo'yib, chiqib sigaret chekib, o'ng yerda bog'cha bor, o'na. 4-maktabning yonginasida. 4-maktab pub bor. Zo'r lokatsiyada. Albatta sanuzli, kafel patol ko'chirilgan, tayyor remonti bilan. Bu tomon detskiy xona. Bu tomon yotoqxona. Xos bo'laveradi. Bat mehmonxona. Uyimiz общий 3 xonali, narxi 35 ming dollar. Kreditga 35 ming dollar shuni berib yuboradi. Like bosib obuna bo'lasiz, 4-maktabda oldan yoqtirgan o'rta video tashlab qo'yasiz.